Yangi qurilgan uy hamyonbop narxda. Asosiysi pishgan g'ishtdan qurilgan. Bu videoni shunaqa uy qidirib yurganlarga jo'natib qo'yamiz. Videoni qizartirmabsiz-ku, qizartirib qo'ying. Bu joyimiz Do'stoliq tumani, Tovoqsoy qo'rg'oni, Parko'zi MFY, Elbek ko'chasi 40-uy. Mo'ljalga keladigan bo'lsak, Tovoqsoy kollejini orqasi joylashgan. Fasadimiz 17 ga 35, 5,5 sotuvdan iborat. Qo'l uyimiz ichiga kirganda o'ng tarafimizda darvozaxonamiz, ikkita mashina bemalol sig'adi, tomlari yopilgan. To'g'rimizda umumiy sanuzelimiz to'pli pol qilingan. To'g'ri, hovlimiz uni keng emas. Bu joylarimiz zeleniy zona uchun mo'ljallangan. Binoyimiz orqa tarafida ham yeri bor. Basseyn uchun kotlovan qazib qo'yilgan. Yondan sauna qurib olsangiz, o'zingiz uchun yaxshi joy. Binoyimiz aytib o'tganimdek pishgan g'ishtdan qurilgan. Tashqi fasadi semont so'q qilingan. Tomlarini aytmaysizmi, chiroyli tunakevont bilan yopilgan ekan. Oynalari akfa romdan qilingan. Voy, bu eshigini qarang, chiroyliligini. Baho berib qo'yarsizlar, videoga like bosib qo'ying. Uyimizga chekirganda qo'l qismi kutib oladi bizani. Bu tarafimiz televizor uchun mo'ljallangan. Qaytak variant qilib qo'ysangiz boshqacha bo'lsa kerak. Bu yog'imiz uголокlarni qo'yib, oilaviy maza qilib choy ichib o'tirsanglar bo'ladi. Xonalar soni 3 xonadan iborat. Qo'l qismimizdan zalga kiriladi. Zalimiz keng, atachenta qilingan. Mehmonlar maza qilib kutib olsanglar bo'ladi. Zal qismimizdan chiqib, chap tarafimizda spalnimiz. Spalni ham to'rosli. Remont qilingan, avoylari chiroyli. Eshiklari MDF ekan. Bu tarafimizda oshxonamiz. Oho, mana do'q konturlarni qo'yib qo'yishdi. Uyimizni hamma joyi to'pli pol qilingan. Kommunikatsiyadan muammo yo'q. Uyimiz sizga yoqdimi? Yangi remont qilingan. Narxga keladigan bo'lsak, egalari $75,000 so'rayapti. $75,000 ichida uyimiz binosini ichkari qismi bilan umumiy sanuzelni bitirib berishar ekan. Videoga like bosib qo'ying, Bo'stonliq uy bozoriga obuna bo'lib qo'yamiz.